tark etmoqda. 10 kishi bo'lib qoldik. Endi tushunarli nima deyapti Ismoilov, bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti Islom Ismoilov. Tarvaz berilsa kerak, chunki tashqari deydi. Va endi buni nima bu do'stlar? So'nggi umid bo'ldi deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Penalti! Sharmariz. Zarba! O'zbekiston oldinda. Urgan Saudiya. Hasanov. Zo'r, o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi.